testosteron tushib ketganligini ko'rsatuvchi 7 ta sabab. Bugun mana shu haqida gaplashib o'tamiz. O'zi testosteron nimaligini ko'pchilik bilsa kerak. Testosteron bu erkakni erkak qiladigan gormon hisoblanadi. Mushak, suyak, rivojlanishi, o'sishi uchun ta'minlaydi, erkakni erkak qiladi, xohishni oshiradi, turishni ta'minlaydi. Mana shu gormon bu testosteron gormoni hisoblanadi. Bu bo'lmasa, siz sumbul bola bo'lib qolasiz. Sumbul og'amida nima edi? Bir film bor edi-ku. Sulton Sulaymon sumbul og'a bo'lib qolasiz. Yuraverasiz ayollarga o'xshab. Erkak sifat ayol deymi nima bo'ladi? Shunaqa bo'lib qolasiz. Bugun mana shu 7 ta belgini sizlarga tushuntirib o'taman. Tez va oddiy ravishda. Birinchisi jinsiy xohishning pasayib ketishi. Testosteron jinsiy xohishni ta'minlab beradigan gormonlardan biri. Agar testosteron tushib ketadigan bo'lsa, siz ayolingizga qaramay qo'yasiz. Даже ayolingiz yoningizga kelib turib, sizni o'pib, erkalab, aloqaga chorlamaguncha aloqa qilmay yuraverasiz. Albatta bu yoqimsiz holat. Mana shu birinchi belgilardan biri hisoblanadi. Ikkinchi belgisi ereksiyaning kuchsizlanishi. Avvalgidek jinsiy holatingiz qattiq emas, yumshoqroq amallab aloqa qilyapsiz yoki bo'lmasa aloqa qilib turibsiz, orasida uxlab qolyapti. Bular ham testosteronni kamayib ketganligining belgisi hisoblanadi. Uchinchi belgi doimiy charchoq. 10 soat uxlasangiz ham, mazza qilib dam olsangiz ham, ish qilmasangiz ham doimiy charchoq bo'ladi. Xohlaganingizni uxlang, bir kun uxlang, foydasi yo'q. Sizda shu charchoq bo'laveradi. Sababi bu energiya, kuch beradigan gormon, testosteron gormoni sizda kamayib ketgan bo'ladi. Keyingi belgisi qorin chiqishi. Yosh o'tgan sayin ko'pchilikda qorin chiqadi. Bu tabiiy hol, yoshim kattayyapti, shunga qorin chiqyapti deb o'ylaydi. Lekin vaholanki testosteron kamaygan sari mushak massasi kamayadi, yog' ko'payadi. Bu yana testosteronni kamayishiga olib keladi va sizda boyaga aytgan belgilar yana va yana rivojlanib boradi. Keyingi belgisi mushak massasining kamayib ketishi. Buni trenirovka qilib yurgan erkaklar, o'g'il bolalar biladi. Doimiy trenirovkada bo'lsa, mushaklar o'saveradi. Sababi trenirovka qilish, harakat bu testosteronni oshiradi. Testosteron oshsa, mushaklar oshadi. Trenirovka qilmasa nima bo'ladi? Mushaklar birdaniga massasini kamaytiradi. Keyingisi bu stress, charchoq, uyqusizlik. Albatta, testosteron mana shu holatga ham olib kelishi mumkin, ya'ni pasayib ketishi sizni tez asabiylashishga, stressga tushishga, uyqusizlikka olib kelishi mumkin. Kayfiyatingiz tushib ketishiga olib kelishi mumkin. Keyingi belgisi bu ertalabki ereksiyaning bo'lmasligi. Erkak kishi sog'lomligini bildiradigan belgilardan biri bu ertalabki ereksiya. Ya'ni tonggi ereksiya. Tongda zo'r turadigan bo'lsa, har kuni tursa, kamida haftasida 2-3 marta turadigan bo'lsa, siz sog'lomsiz. Agar mana shu narsa kamayib borayotgan bo'lsa, значит sizda testosteronda muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Vaqt o'tkazmasdan turib, albatta siz testosteronni tekshirtirib turing. O'zim ham ko'p aytaman. Uzoq 6 oydan andrologga kelib tekshirinib tursangiz, muammongiz bo'lsa, buni to'g'rilab tursangiz, siz hech qanday kasallanmaysiz. Sizda hech qanday jinsiy xohish pasayib ketmaydi, ereksiya tushib ketmaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Xohish ham pasayib ketmaydi. Libido zo'r bo'ladi, mazza qilib hayotdan lazzatlanib yashaysiz. Endi qachon testosteron tushib ketganligini bilsangiz, qachon siz uchrashish kerak? Ko'pincha holatlarda 40 yoshdan katta odamlar, erkaklar, semiz, kam harakat, vaqtida uxlamaydigan, trenirovka qilmaydigan erkaklar vaqt o'tkazmasdan androlog shifokoriga uchrashib, o'zingizni testosteroningizni tekshirtirib qo'ying. Чтобы keyinchalik muammo bo'lib qolmasligi uchun. Menimcha qisqa va lo'nda qilib sizlarga mana shu mavzuni tushuntirib berdim. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyga yozib qoldirishingiz mumkin. Aytgancha, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.